So'nggi yillarda mamlakatimizda yoshlar ta'limiga qaratilayotgan jiddiy e'tibor ortidan bugun juda ko'plab yigit-qizlarimiz xalqaro nufuzli fan olimpiadalarida munosib ishtirok etishyapti, g'olib va sovrindor bo'lishmoqda. Mamlakatimiz tarixida ilk marotaba dunyoning eng nufuzli fan olimpiadalaridan biri sanalmish Xalqaro kimyo olimpiadasining o'tkazilishi ushbu o'zgarishlarning tasdig'i desak yanglishmagan bo'lamiz. 11-18 iyul kunlari bo'lib o'tgan va jahonning 90 dan ortiq mamlakatidan 700 nafardan ziyod iqtidorli, bilimli o'quvchi yoshlarni bir manzilga jamlagan ushbu Xalqaro kimyo olimpiadasi hayajonlarga boy tarzda o'tdi va hamkasbim Sohiba Akromova ushbu fan musobaqasidan maxsus reportaj tayyorlagan. Bu Daliya Rahimov, u Abu Ali bin Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchisi, lavhamiz qahramoni kimyo faniga mukkatsidan ketganlardan va eng muhimi Daliya bir necha bor xalqaro kimyo olimpiadasida oltin medalga sazovor bo'lgan. Juda xursand bo'ldim oltin olganimni eshitib. Bu albatta meni birinchi oltin medal olgan medalim, oltin. Qanaqadir odamda adrenalin bo'ldi. Juda o'zimdan xursand bo'ldim. Guruhimiz bilan birga shuncha tayyorlanganimizdan, o'sha bekorga ketmagandan xursand bo'ldim. Tan olish kerak, bugun o'zbek yoshlari xalqaro maydonda nimalarga qodir ekanligini bir necha bor isbotlashdi. Xoh u matematika bo'lsin, xoh informatika yoki kimyo fani. Eng quvonarlisi mana shunday ketma-ket a'lo natijalar va bu yo'nalishga so'nggi yillarda davlatimiz rahbarining e'tibori va sohada yaratilgan imkoniyatlar sabab bu safar Xalqaro kimyo olimpiadasi biror xorij davlatida emas, balki Markaziy Osiyo tarixida ilk bor O'zbekistonda o'tkazilmoqda. Olimpiadaning o'tkazilishi bu dunyo bugun O'zbekistondagi ilmni tan olganligini ko'rsatadi. Bu yil O'zbekiston ikkita eng katta nufuzli fan olimpiadasiga mezbonlik qilyapti. Birinchisi 58-xalqaro kimyo olimpiadasi bo'lsa, avgust oyida biz 38 xalqaro informatika olimpiadasiga ham mezbonlik qilamiz. Bu olimpiadalarda ham o'sha 100 ga yaqin davlatlarning jamoalarini kelish kutilyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Albatta, bugun O'zbekistonda shaxsan prezidentimiz boshchiligida ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasi. So'nggi bir hafta davomida poytaxtimiz dunyoning eng iqtidorli yosh kimyogarlari, olimlar va ekspertlarni bir joyga jamladi. 94 ta davlat, qariyb 1000 nafar ishtirokchi. 1968-yildan beri o'tkazib kelinayotgan mazkur olimpiada maktab o'quvchilari o'rtasidagi eng nufuzli xalqaro fan musobaqalardan biri hisoblanadi. Bu yerda ishtirokchilar test yechib chiqmaydi. Avval 5 soatlik amaliy sinov, 3 ta laboratoriya tajribasi, so'ng yana 5 soatlik nazariy imtihon, 9 ta murakkab kimyoviy masala, jami 100 ballik baholash tizimi. Bu esa olimpiadani bilimlar bellashuvidan haqiqiy ilmiy tafakkur maydoniga aylantiradi. Eng quvonarlisi, ilgari o'zi ham kimyo olimpiadalarida qatnashgan va g'olib bo'lgan Daliya ham bu safargi olimpiadada ilmiy kengash a'zosi sifatida ishtirok etdi. Har yili o'zim o'quvchi sifatida qatnashganlarda mana bu yil menga ilmiy qo'mita a'zosi sifatida ishladik va bu juda ham zavq bo'ldi deb ayta olaman. Savollarning darajasi o'sha xalqaro olimpiada sifatida bo'ldi. Xo'sh, nima uchun bu yilgi olimpiadaga aynan O'zbekiston mezbonlik qilmoqda? Bu savolni Xalqaro kimyo olimpiadasi boshqaruv qo'mitasi raisi Jon Leon Kepesga berdik. O'zbekiston so'nggi bir necha yil ichida fan olimpiadalarini yuqori saviyada tashkil etish borasida o'zining kuchli salohiyatini namoyon etdi. Bu yerda ta'lim, ilm-fan va fan olimpiadalarini rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Shu bois O'zbekiston 58-xalqaro kimyo olimpiadasiga mezbonlik qilish taklifini bildirganida bu biz uchun juda quvonarli yangilik bo'ldi va biz bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qildik. O'zbekistonlik o'quvchilar ham xalqaro fan olimpiadalarida juda yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Bu ularning iste'dodi, mehnatsevarligi, shuningdek jamiyat, hukumat, ustozlar va oilalari tomonidan ko'rsatilayotgan katta qo'llab-quvvatlashning yorqin ifodasidir. Buning tasdig'ini raqamlarda ham ko'rish mumkin. Birgina 2026-yilning o'zidayoq yurtimiz o'quvchilari 23 ta xalqaro fan olimpiadasida ishtirok etib, 192 ta medalni qo'lga kiritdi. Shundan 32 tasi oltin, 69 tasi kumush, 91 tasi bronza. Bu natijalar mamlakatimizda iqtidorli yoshlar bilan ishlash tizimi shakllanayotganini ko'rsatadi. Va nihoyat kutilgan lahzalar 58-xalqaro kimyo olimpiadasining yakuniy natijalari bugun e'lon qilinmoqda. Munosiblar ichra eng munosiblari. Dastlab bronza, kumush, oltin medal sohiblari ketma-ket sahnaga chiqishmoqda. Har bir medal ortida yillar davomidagi mehnat va izlanish mujassam. Natijamdan mamnunman, chunki bronza medalni qo'lga kiritdim. Ha, bu oltin yoki kumush emas, ammo men o'zim bilan faxrlanaman. Imtihon juda murakkab bo'ldi. Uni muvaffaqiyatli yakunlab, vatanga
medal bilan qaytishning o'zi ham katta yutuq deb o'ylayman. Eng quvonarlisi, o'zbek o'quvchilari ham bu safar o'z maydonida yuqori natija qayd etib, mamlakatimiz ilmiy salohiyatini yana bir bora namoyon qilishdi. Bu olimpiadada birinchi marta ishtirok etishim. Laboratoriya hammaga oson tuyuldi, teoriya qismi sal qiyinroq tuyuldi. Unda vaqtga ulgurish sal qiyin edi va sal-pal qiyin masalalar bor edi. Dam olishlarsiz, bayramlarda ham dam olishlarsiz o'qish davom ettirdik va shunaqa natijalarga erishdik. Buning orqasida ustozlarimizning mehnati, ota-onamizning ishonchi turibdi. Ularni hammasiga rahmat aytib qolaman. Eng muhimi, bugun davlatimiz tomonidan xalqaro olimpiada g'oliblarini rag'batlantirish tizimi ham yangi bosqichga chiqqan. O'ylaymizki, mazkur olimpiada yurtimizdagi yoshlar uchun ham juda bir katta imkoniyat bo'ladi va aynan hurmatli yurtboshimiz tomonidan olimpiadachi o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi alohida tizim qilingan, ya'niki g'olib bo'lgan o'quvchilarga 1 milliard so'mdan ortiq pul mukofotlarini berilishi ham aynan O'zbekiston terma jamoasiga kirishni xohlovchi o'quvchilar sonini ham, nomzodlar sonini ham va ular orasidagi raqobatni ham o'stirib boryapti. Olimpiada yakunlandi, medallar o'z egalarini topdi, biroq yurtimiz uchun eng muhim natija medallar soni emas. Eng muhim natija esa mamlakatimiz ilk bor jahon ilm-fani elitasini qabul qildi va bu maydonda munosib mezbon ekanligini namoyon etdi. Sohiba Akromova, Oybek Mahkamov, Kamron Rahmonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Yangi zamon tahliliy dasturi uchun.